ايش شدهیم Bu G'azo ey Bilol. Bu yer G'azo. Ko'ryapsanmi ey Bilol? Dunyoga ko'rsating. Dunyoga G'azoni ko'rsating. Kamera bilan asta-sekin ko'rsating. Ular G'azoning qanday ahvolga kelib qolganini ko'rsinlar. Ular G'azoning qanchalik vayron bo'lganini ko'rsinlar. Bu yerlar endi yashash uchun yaroqli emas. Mana shu tomondan ham ko'rsating. Qarang, G'azo qanday uyum-uyum xarobalarga aylangan. Odamlar hali ham chodirlarda yashashga majbur. Ko'chalarda, maktablarda yashashga majbur. Ey Bilol, bizning barcha orzu-umidlarimiz vayron bo'ldi. Bizga na kelajak qoldi, na uy, na boshpana. Odamlar dengiz bo'ylarida chodirlarda yashashda davom etmoqda. Oldinda kelayotgan qishda ularning holi nima bo'lishini yolg'iz Alloh biladi. Oziq-ovqatning tanqisligi ham bor, pul ham yo'q, imkoniyat ham yo'q. Nimasini aytay senga ey Bilol? Minglab oilalarning azob-uqubatlari haqida gapiraymi? G'azoning qariyb 90% vayron bo'lib ketgan. 1,5 milliondan ortiq inson Mavosiyda, chodirlarda yashamoqda. Ayting, endi qaysi mintaqada odamlar yashashi mumkin? Qarang, sharqiga qarang, g'arbiga qarang, shimoliga qarang, janubiga qarang. Hamma joy xaroba. Lekin men ishonamanki, izzatli va vijdonli insonlar bizni yolg'iz tashlab qo'ymaydi. G'azoni sevgan insonlar bizni unutmaydi. Ular bizning bolalarimiz, ayollarimiz, yoshlarimiz va qariyalarimizning yonida bo'lib qoladi. Bizga oziq-ovqat va yordam yetkazishda davom eting. Shu yerda sabr bilan yashab qolishimiz uchun yordam berishadi. Men bunga ishonaman. Birodarlaringizga yordam bering. Ularning og'irini yengillashtiring. Sizlarga 2 og'iz so'z aytmoqchiman. Biz shu yerda qolamiz. Biz ketmaymiz. Xarobalar orasida yashashga majbur bo'lsak ham ketmaymiz. Bu G'azo. G'azo izzat va matonat diyoridir.